Uy-joy xarid qilaman deganlarga yana bitta yaxshi imkoniyat. Qurilishi tugallanmagan yangi uy-joyimiz sotuvga qo'yildi. Umumiy maydoni 10 ga 30 bo'lib, jami 300 metr kvadrat bo'ladi. Joyimiz aslida 2 qavatga mo'ljallangan, usti plita bilan mana bostirilgan. Mana holatini ko'radigan bo'lsak, mana akfalar o'rnatilgan, eshigi bor, usti shifer bo'lib turibdi. Ana endi ichki tomonini ko'ramiz sizlar. Bejizga aytib o'tmadim, bu joy 2 qavatga mo'ljallangan bo'lib, fundamentlar mustahkam, baland quyilgan. Ana bu esa karbich bilan o'rilgan bu tomonlar. Endi xonalarni aytib o'tadigan bo'lsak, kiraverish qismi gidalan bo'ladi. Gidalan ana bu o'ng tomonda spalni bo'ladi. Bu ham yomon emas, kattagina. Ana bu chap tomonimizda ulkan xona bo'lib, ya'ni mehmonxona, uzun zal bo'ladi. Arqa tomonga chiqish uchun mana eshik joy o'rnatilib ketilgan. Ana endi arqa oyoqlar bilan sizlarga tanishtirib o'tamiz. Joyimizning arqa tomonidan o'tdik. Kattagina maydoncha ko'rib turgan bo'lsangizlar, bejizga 10 metrga 30 metr deb aytmadim. Bu tomondan qo'shimcha xonalar solsangizlar bo'ladi. Arqa yoqqa esa molxona, tovuqxona, tualet o'zingiz qurib olaverasizlar. Eng asosiysi bu yerda gaz bor, svet bor, vodoprovod bor. Ko'chamizga Wi-Fi simlari ham tortilgan. Dokument hamma hujjatlari joyida. Bu joyimiz hozircha noturar bo'lib, qurilishi tugallangandan keyin turar qilib o'zgartirsa bo'ladi.